Qavlarni olib, buncha chiroyli bu. Doston aka berdilar. Bu Robiyashka, bu Odina, meni qizim bilan. Odina, Namanganliksan o'zi? Qirg'izistonlik. Qirg'izistonlik qizimiz, o'zim shogirdim. Mana birga Ranoxonga qarash qaradi jonim. Aka, chas. Hozir akam bilan do'st. Nima adamli keladi. Tilini chiqarmaydi qiz bola ayas. Achajonimga Ahmadjoy achajonim Uychi tumanida turadilar. Uni hayot qishlog'ida. Achajonim assalomu alaykum. Sizga dastavka keldi. Ahmadjoydan duo qilib har xil ta'mlilarni ichasiz. Bu yil O'zbekistonda Ahmadjoy faoliyat yurg'izayotganiga 25 yil to'lgan ekan. Katta bayram qilishdi. O'tirib bor. Ahmadjoy eng sifatli va eng qimmat joylardan. Mana u davleniyani me'yorda ushlaydi qashiqlari bilan. Shu Ahmadjoyni xodimlarining nomiga Bu sariq ranglari ammajonlarimga, Kinchabi xollaga. Bu sizga, bu ammalarimga. Maza qilyapsiz. Ahmadjoydan. Paket. Mana birlashib ketdi. Yaxshilab ko'ringlar. Вообще zo'r qaranglar. Voy, chiroyliligini. Prichoskali ekan bu. bu ana tepadagi bola boqqanga e'tibor bermadingiz. Qaysi bola boqqan? Bola boq, ikkita bolasi bor. Yo'q, nima o'tiribdi deyman. Bolasi bor. Qani ko'riladimi? Kichkina go'shtga o'xshagan. Voy tavba. Mana ikkita bolasi bor. Zo'rligini menni eri bor ekan, yo bolasimi? Bu normalda. Oshingga tikizmagil qalamni, muqaddir buzmagil qalamni. Yo Ishni. muqaddir buzmagil qalamni. Raqamni buzmasdan ko'p tuxum qo'ying. Allohim joniga. Va qolisiz.